O'zimiz issiqroq kiyinib, yupqa kiyinmoqmiz. Bunday sovuq ob-havoda bizning shifokorlar qanday tavsiyalar berishadi? Shifokor sifatida aytaman, unday ob-havoda iloji boricha ko'proq suyuqlik ichib, agar zarur ishi bo'lmasa, uyda issiq kofelar ichib yotish kerak. Shu Hozirgi ob-havo sharoitida sovuq kunlarda bemorlarimizga tavsiyalarimiz oyoqni, boshni issiq saqlash hamda birorta kasallik belgilari sezilganda o'zboshimchalik bilan dorilarni qabul qilmaslik. Ko'chaga chiqayotganda issiq kiyinib, o'zini ehtiyot qilsin. Maska taqish kerak. Albatta, ha. O'zimiz issiqroq kiyinib, yupqa kiyinmoqmiz. Qo'llarni iloji boricha ko'proq sovunlab, chiroyli yuvinglar. Sovuq ob-havo sharoitida ko'proq xalqimiz uyda pechka bu narsalar yoqish bilan shug'ullanadi. Shunda qo'llar kirlanishi va bu kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Sog'liqni yuvish, tozalikka rioya qilish kerak. Hurmatli bemorlar, sovuq ob-havo sharoitida hech qachon o'zboshimchalik bilan dorixonalardan har xil dorilar xarid qilmang. Birinchi o'rinda mutaxassis ko'ruviga boring va ularning tavsiyasiga binoan dori-darmonlarni qabul qiling. Corona Medline tibbiyot markazida siz qidirgan barcha mutaxassislar mavjud.